natija yaxshi bo'lgani uchun ikkinchisiga keldim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inject Medical klinikamizda qalqonsimon bez kasalliklari, zaharli buqoq bilan bizga shikoyat bilan keldilar. Bu bemorimiz Namangan viloyatidan kelganlar. Ikkita kurs muolajadan so'ng juda ham yaxshi natijaga erishdilar. Qisqacha o'zingizni tanishtiring, qanaqa shikoyatlar bilan keldingiz? Ikkita kurs bizni hujayra darajasida davolashdan so'ng qanaqa sizda o'zgarishlar bo'ldi? Qisqacha aytib bersangiz. Manda Jo'rayeva Gavhar, Namangan viloyatidan keldim. Manda hansirashlar bor edi, vazn ko'pligi bor edi. Oyoqlarim, qo'llarimda hamma joyimda og'riqlar bo'lardi. Biz noto'g'ri lechena olib yurgan ekanman, haligi poliartrit deb lechena olib yurganman. Unda ham o'sha lechena olganda og'riqlar qolmagani sababli o'sha 2000-yilda aniqlangan buqoq yod yetishmovchiligi tufayli natijasida haligi buqog'imda qalqonsimon bezda muammolar borligi uchun ular keyin zaharli buqoqqa aylanib hamma joyimni og'ritgani, o'sha nafas qisishi, taxikardiya ham bor, yurak tez urib ketishi, ozgina yursam ham hansirash. Shuni anaqada intervyu ko'rganman, shu Instagramda intervyu ko'rgandan keyin ularga narsa qoldirdim. Ular menga aloqaga chiqib, shu yerda yana birinchi kurs lechenani oldim. Natija yaxshi bo'lgani uchun ikkinchisiga keldim. Menda allergiya bor edi, ob-havoga ham allergiyam bor. Yozga ko'nikkanimda kuz kirib keladi, kuzga ko'nikayotganimda yana yangi havoga allergiyam anaqa bo'lardi. Yo'tal, qiynalib, nafas olsam yo'talim qistaveradi. Shu bo'yicha men Rossiyada qiynalib narsa bo'ldim. Undan keyin lechena olganda yaxshi bo'lganim uchun shu allergiyam yo'qoldi. Ikkinchi kursda keldim. Endi o'zi uni ham olgandan keyin holatim yaxshilangan sari mana uchinchisini ham olsangiz yana ham yaxshi ketasiz. Analizingizni qaraymiz, agar natija zo'r bo'lgan bo'lsa, yotmasangiz ham bo'ladi degandingni. Xudo xolasa. O'zingizga bilindi, demak, qalqonsimon bez kasalligida shikoyat qilib keldingiz, bo'g'imlaringizda og'riq, hansirash bor edi va qo'shimcha allergiya ham bor edi sizda. O'sha ikkita kursdan so'ng allergiya ham yo'qoldi. Yo'qoldi. Juda yaxshi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Sizlar sabab ancha natija oldim. Biz xursandmiz. Odatda sizga o'xshagan bemorlarimiz juda ko'p. Avvalambor ojiz berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Chunki buni natijani realni ko'rishlari uchun biz odatda chiqaramiz. Odatda qalqonsimon bez kasalligi bilan kelishadi. Yondosh revmatizm bor, poliartrit bor. Unda ham bor edi, menda revmatizm ham bo'lgan. Bo'lgan o'sha kasalliklardan shifo topishadi. Chunki hujayra darajasida biz ishlagandan so'ng o'sha hujayralarni o'zi tiklaymiz. Hujayralar aro bo'shliq tiklanadi, limfa suyuqligi tozalanadi va etap-etap organizm tiklanadi. Shuning uchun bitta kasallikni davolashda biz bir nechta kompleks yondashamiz. Terapevt ishlaydi, ginekolog, endokrinolog ishlaydi va parallel hujayra darajasida davolashni biz qo'llaymiz. O'shanda bir nechta kasallikdan shifo topish holatlari ko'p bo'lyapti. Bu bir nechta natijalarimizdan bittasigina xolos. Sizga katta rahmat. Xolis o'sha o'zingizni rozi bo'lsin. Yaxshi bo'lgani uchun. O'zingizni xolis fikringizni bildirganingiz uchun sizga katta rahmat.